Qoshiq burun. Qoshiq burun o'zining g'ayritabiiy ko'rinishi bilan boshqa qushlardan ajralib turadigan noyob jonzotdir. U O'zbekistonning Qizil kitobiga kiritilgan, ya'ni u yo'qolib ketish xavfi ostida va davlat himoyasidadir. Bu qushning eng asosiy belgisi uning tumshug'idir. Uning tumshug'i uzun va uchi xuddi katta qoshiqqa o'xshab kengaygan bo'ladi. Rangi oppoq, oyoqlari esa uzun va qora bo'ladi. Qoshiq burunlar suv bo'ylarini yaxshi ko'rishadi. O'zbekistonda ularni quyidagi joylarda uchratish mumkin: Orol bo'yi hududlarida, Amudaryo va Sirdaryo sohillarida, Aydar, Arnasoy ko'llarida. Ular suvda yurib, tumshug'ini o'ng va chapga sarvaratib, ya'ni chayqatib, ov qilishadi. Ularning sevimli taomlari mayda baliqchalar, qurbaqalar va suvdagi mayda hasharotlardir. Qoshiqburunlar juda ahil qushlardir. Ular qamishzorlarda boshqa qushlar bilan birga to'p bo'lib yashaydilar. Ona qoshiqburun 3 tadan 5 tagacha tuxum qo'yadi va polaponlari chiqquncha ularni 25 kun davomida avaylab bosib yotadi. Qoshiqburunlarning kamayib ketishiga asosiy sabab suv havzalarining qurib qolishi, insonlar tomonidan ularning tinchligining buzilishidir. Shu sababli ularni ovlash qat'iyan taqiqlangan. Qoshiqburunlar qishda issiq o'lkalarga, ya'ni Hindiston va Afrikaga uchib ketishadi. Bahorda esa yana bizning yurtimizga qaytib kelishadi.